Ana sevgiling keldi. Nima deb aljiryapsan? Shuncha vaqtdan beri orqamdan nima ishlar qilgan bo'lsangiz, hammasini bilaman deyapman. Aybiki, bilasanmi? Ijtimoiy tarmoqlardagi yozishmalar, shivir-shivir qilishlar, shifoxonaga tashrif buyurishlar, bularning hammasi ahmoqonaga o'xshaydi, shunaqami? Men ahmoq emasman, tushunarlimi? Chindan ham aqldan ozibsan, Berk. Haddingdan oshding. Bilaman. Meni yoqtirmaysan. Biroq seni bu ahvolda ko'rgach, borib do'pposlagim, nimadir qilgim kelyapti. Ishonaver. Agar Berkka biror narsa qilsang, mendan xafa bo'lma. Shunaqami? Seni qo'lingdan keladi. Yaxshi, hech bo'lmaganda menga ishonadigan odam bor ekan. Biz do'stmizmi? Ya'ni do'stmiz deb ayta olmayman. Axir bizga qancha yomonliklar qilding. Lekin hozir sendan nafratlanmayapman. Mayli. To'rga barchin uchun ham katta narsa. Rahmat. Arzimaydi.